Alisher Navoiyning maqbarasiga keldik. Mana yerda Alisher Navoiy haqida yozilgan. UNESCO qaramog'iga olingan, himoyasiga olingan. Mana sizlar. Ma'lumot uchun aytib o'taman, kim agar Husayn Boyqaro va Alisher Navoiyni qabrini ziyorat qilish uchun Afg'onistonga kelmoqchi bo'lsa, avvaldan Afg'oniston turizm vazirligidan xat olib kelish kerak. Bo'lmasa kirgizmaydi. Amir Alisher Navoiy. Javhar Shodbegim. Xonim Shahrux Mirzo. Alisher Navoiy. Hazrati Amir Alisher Navoiy. Alisher Navoiy. Bu yerda Alisher Navoiy haqida fikrlar bildirilgan, ya'ni Husayn Boyqaroning vaziri va yana shunga o'xshash qimmatli ma'lumotlar keltirilgan. Mana bu bobimiz. Alisher Navoiyning oldida mana Husayn Boyqaroning maqbarasi turibdi. Mana ular hammasi o'sha maqbara. Mana kirish darvozasi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, kim agar Husayn Boyqaro va Alisher Navoiyni qabrini ziyorat qilish uchun Afg'onistonga kelmoqchi bo'lsa, avvaldan Afg'oniston turizm vazirligidan xat olib kelish kerak. Bo'lmasa kirgizmaydi. Mama. Bu hududga kirish mumkin emas. Ona devorlar ustida sim to'siqlar turib ko'ryapsizlar. Sim to'siqlar hamma joyi devorlar bilan o'rab olingan. Bu yer negadir hech kim kiritilmaydi, hech kim qo'yilmaydigan hudud. Nega kiritilmasligini sababini tushuntirib berisha olmadi. Ichkarilar labirint bo'lib ketgan. Xo'sh. Mashallah. Mana Husayn Boyqaroning qabri. Xo'sh. Kanalimizda agar tarixchilar bo'lsa yozib yuborsin. Bu yerda Husayn Boyqarodan tashqari yana 3 ta qabr turibdi. Bular kim ekanligini yozib yuborsin. Xo'sh, sizlarga yordam bo'lish uchun mana yerda forscha tilida yozilgan mana bu narsani ham kattalashtirib videosini tashlab qo'yaman. Tarjima qilib kanalga yozib qo'ysanglar ham mayli, boshqa tushunadigan odamlar uchun foydali bo'ladi. Husayn Boyqaro esa mana shisha bilan o'rab qo'yilgan atrofi, qabri. Xuddi akvariumga solib qo'yilgandek turibdi bu yerda. Bu yerda esa o'sha qadimiy inshootlari. Bular rekonstruksiya qilishga muhtoj. Hozir bittasiga kirishga ruxsat berishdi. Ichkariga kirib ko'ramiz. Juda ham bahaybat, hashamatli. Anundan balandroqqa o'xshayapti. Boyagi Oqsaroy bor-ku, Shahrisabzdagi. O'shandan ancha balandga o'xshayapti. Buni statistikasini ko'rish kerak hali. Xo'p, eshigi qaysi tomonda ekan endi buni? Eshigi yo'q-ku. 3 ta taxmin bor. Birinchisi mana bu, boshqa chaqish bilan urilgan, demak shu yerda eshik bo'lgan, keyin suvab tashlashgan. O tepada qaranglar, o'q yegan sizlari. Tog'dan raketalar uchib kelganda deydi. Devorning qalinligini ko'ryapsizmi? Xo'p, ikkinchi taxminim bu yerga qayerdandir yer osti yo'li bilan keladi. Aynan o'sha Husayn Boyqaroning qabri turgan joylardan qayerdandir tunnel bilan kelib keyin chiqib ketilgan. Ikkita variant bor. Tarixchilar bo'lsa to'g'risini yozib boringlar. O'zbekiston hukumatı bundan 3 yil oldin Alisher Navoiyning maqbarasini ziyoratgohga aylantirish
chora-tadbirlar yuzasidan kattagina pul ajratilgan Afg'oniston hukumatiga. Lekin negadir qurilishlar to'xtab qoldi. Yana buni sababini hozir ochib o'tirmaymiz, siyosatga aralashmaymiz. Balki yeb ketilgandir u pullar, balki o'sha pullar hammasi sarflangan, undan keyin mana shu holatga kelgandir, bilmayman. Lekin Husanbek qaroni mana anchagina mehrga muhtoj. Shuncha katta maydon bo'sh yotibdi mana. Chiroyli bog'lar qilib, ziyoratgohga aylantirsa, anchagina turistlar kelishi ko'payadi bu yerga. Aslan mana O'zbekistondan, shu Turkiya xalqlaridan juda ko'p odam keladi. Gavhar Shodbegim, Alisher Navoiy va Husanbek qaroni ko'rish uchun. Turizm anchagina rivojlanadi mana shu yerda. Endi mayli. Qachondir bunga ham erishishadi. Bular ham endi bizga o'xshab mustaqil bo'lganimizga 30 yil bo'lmadi, endi 3 yil bo'ldi bularga. Mana ko'rib turganingizdek yaxshi xabarlar ham bor. Gavhar Shodbegimda masjidi qayta ta'mirlanyapti, rekonstruksiya qilinyapti. Juda katta ishlar ketyapti bu yerda. Qilichini qonga botirmagan samuray emas degan gap bor. O'shaning uchun Afg'onistonga kelib turib, rikshalarga minmaydigan sayohatchi bu sayohatchi emas. Bitta rikshaga minib ko'ramiz, qani? Ochilsin. Xo'p. Qani? Ay. Eshikni yopib oldik. Qachon bering? Rinok. Bozor. Bozor. Birinchi taassurotim aytadigan bo'lsam, ichi tor ekan. Anchagina tor ichi. Endi bitta men emas, hamma erkak xohlaydi. O'zingizning komfort mashinangiz bo'lmasin, chet elga borganingiz ekan, o'sha chet elga xos mashinalarni minib ko'rishni xohlaydi hamma. Mana biz ham minib ko'rdik. Ichi tor ekan. Hatto bu yerda ham o'tiradigani bor ekan. Buni yurib ketayotgan joyini qarang. Urilib ketay deb ketishyapti. Hammasi bir-biriga. Shunaqa ham ko'p bo'ladimi bular? Bunisi ham zo'r ekan, akfa. Eshik. Tinchgina o'tiraylik. Bular fors tilida gaplashishyapti. Savod sev. Ha, savodsiz. Bo'pti, bo'lmasa pulni ko'rsatamiz. Paka. 60 afg'oniga olib kelib qo'ydi. 185 ga ko'paytirsanglar, O'zbekistonga nisbatan ko'p chiqadi. Bu afg'onlarning noni. Issiqqina, qaysi oshxonaga kirsizlar olib kelishadi mashinalarga. Kattaligini ko'ryapsiz. Bu ikkiga bo'lingan mana, tekis. O'zi aslida ancha katta bo'ladi. Mazasi ham yaxshi. Mana sizlarga taksidagi ayollar ketadigan joyni ko'rsataman. Mana ichini ochishga ruxsat berdi. Bu yerda erkaklar o'tiradi. Mana bu yerda ayollar ketadi. Afg'onistonda qaysi tillarda gaplashishadi? Mana hozir aytib o'taman. Mozor Sharifda asosan o'zbek tilida, Qayraton tomondagi asosan turkman tillarida, Qunduz tomonda asosan tojik tillarida gaplashishadi. Perevalga yaqinlashursiz urdu tillarida gaplashishadi. Xo'p, poytaxtga yaqinlashganingizda esa pushtun tillarida gaplashishadi. Pushtun tilida. Xo'p, mana hozir Hirotda yuribmiz, bu yerda forscha tilida gaplashishadi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring-da, Afg'onistonda o'zida yashayotgan fuqarolar ham bir hududdan ikkinchi hududga kelsa bir-birini tushunmay qoladi. Afg'onistondagi hamma fuqarolarning bir xilda tilini tushunishingiz uchun siz o'zbek, tojik, urdu, forsi, turkman tillarini bilishingiz kerak bo'ladi. 5 ta 6 ta tilda. Ingliz tilini 30-40% afg'onlar tushunadi. Ingliz tilini bilsangiz, qiynalmaysiz. Gripp bo'lganman, rosa tomog'im og'riyapti. Bunga davo izlab keldim mana bu yerga.
Bunday aldab bermaysizmi? Ha, bo'pti mayli. Ko'p siqilmang aka. Hammasi yaxshi bo'ladi, siqilmang. Marojnasi 10 afg'oniy ekan. 1850 so'm. Mana. O'zbekistonda 1850 so'mga nima beradi? Ha. Ha. Yaxshimisan? Biz rikshaga chiqamiz, mehmonxonamiz hali u yoqda. O, mana taksi bor ekan. Xo'jasin. Bo'lsa oxirigacha bo'lsin. Mana o'sha taksisiga ham chiqib oldik, anaqa taksiga mana. Haligi orqada ayollar ketadi dedim-ku, o'shanaqa taksiga chiqib oldik. Afg'onshunos bo'lib ketdim desam ham bo'laveradi. Mehmonxonamizga ham yetib oldik. Mana bu bizning mehmonxona. To'g'rimi aka? To'g'ri. Aleksandr Makedonskiy qasriga keldik. Bu yerdan kirish joyi mana. Tepadan bitta obzorni qilamiz. Hozir tepaga chiqqandan keyin biletini olamiz qasrga kirishga. Qasrga kirish oldida mana bunday tosh bor, yozilgan. Bilet narxi 500 afg'oniy. Og'ay aziz nomeri pulni yozish. Bizni pulga 90 ming so'mdan oshiqroq. Qani endi ichkarisiga kiramiz. Xo'p, tarixiy obida to'g'risidagi ma'lumotlar bu yerda. Endi ichkarisiga kiramiz qani. Bir boshdan har bir xonalarga kirib chiqamiz. Bo'ldi shundami? Tolibonlar o'tiribdi ichkarida. Bo'lsa qulf. Wow. Ichkaridagi manzarani qarang, dahshat-ku, ha? Bo'lmasa bir boshdan bu yoqdan boshlaymiz mana o'ng qo'ldan. Bu tomonda ichkarisida muzey bor ekan. Muzey juda ham zerikarli, sizlarni vaqtlaringizni olmayman. Mana bu to'g'risiga qiziqarli manzaralarga qarab chiqishda boshlaymiz hozir. Sayohatchilarim, biz o'sha buyuk Iskandar Makedonskiyning qasridamiz, haqiqiy qasridamiz. Xo'sh, bu ko'plab teshiklarni bilasizlar nima uchunligini? O'sha mahal kamon bo'lgan, kamondan o'q otish uchun mo'ljallangan bular hammasi. Bemalol dushmanni bu yerdan yaralash mumkin. Qurollardan o'q otib. Mana bu yer esa o'sha soqchilar xonasi. Soqchilarning xonasi bu. Bu tomonda Hirot shahri, hayot qaynayapti. Bu yoqda esa mana Iskandar Makedonskiyning haqiqiy qasri. Bepoyon va juda katta. Bu soqchilar minorasini hozir muzeydagi rasmini ko'rdim, juda baland bo'lgan o'zi aslida. Keyinchalik buzilib ketganda mana. O naryoqda ham turibdi, mana soqchilar minorasi. Kirib chiqdik boya. Mana. Mana shunday soqchilar minorasi bu ham. Baland bo'lgan, kuzatuv olib borgan. Tarnov suvlarining chiqib ketish sistemasini qarangda. Uklon qilib, ya'ni qiyshiqroq suv bemalol oqib chiqib ketadigan qilib qo'yilgan hammasi mana. Va aynan suv to'planadigan joyi maydaroq g'ishtlar bilan mustahkamroq qilingan, чтобы aniq bo'lib ketmasin, binoga zarar yetmasin deb. Kafellarni ko'ryapsizlar. Juda ham mustahkam kafellar, g'ishtlar. O'sha davrda imoratlari bular hammasi. Mana yerda yer to'lib bor ekan. Qiziqdik, qani tushib ko'raylikchi. Bu soqchilar minorasi-ku.
Bo'ldi. Chuchvaratmang, qattiq chiqib. Bu yerdan turib o'q otishgan. Ketdik tepaga. Eng yuqori qismlaridan biriga yetib keldik hozir. Xo'p, bu yer bosh maydoni mana. Bu yerda tomoshalar ko'rsatilgan, bu yerda esa mana qator o'tirib tomoshalarni tomosha qilishgan. Bu yerda esa mana eng yuqori nuqtalardan biri zina buzilib ketgan. Shuning uchun tepaga chiqa olmadik. Bu esa o'sha soqchilar minorasi. Har tomondan shaharni kuzatish uchun. Mana bu tomonda ham qadimiy inshootlar ona. Buzib xarob bo'lgan. To'g'rimizda esa Azam va ko'hna Hirot shahri. Mana to'g'rida Husayn Bayqaroni nimasi ko'ryapti. Ziyoratgoh ko'ryapti. O'sha to'rtada bular ona. Yana ikkitasi tom ustida ko'rinib turibdi. Bash to'ralasi Husayn Bayqaroniki. Koridor, chap tomonda qator xonalar, hammasi bir xil. Eshik, o'sha davrga mos bo'lgan eshiklar. Derazalar ham menimcha katta ehtimol bilan yo'q. Bu yangi davrdagi randalangan eshik ekan. Deraza ekan. Ya bu o'zimiz davrdagi. Lekin eshiklar naqshinkor, hammasi o'sha davrdagi eshiklar. Chidab turganiga qoyil shu eshiklarni. Biz esa koridordan borgan sari yuqorilab boryapmiz. Mana borgan sari tepasiga chiqib boryapmiz qasrda. Bu yerda ham o'sha soqchilar kuzatib olib borishgan. Mana bu teshiklardan hammasidan soqchilar o'q otish uchun foydalangan teshiklar. Qasrda devorlari ko'rib turibsizlar. Men qara do'stim, seni aqling yetyaptimi? Shtobi seni tushunmayapman men. Sen men tushunadigan tilda gapirmayapsan. Ha. Shuning uchun hadeb gapiraverma o'zingni qiynab. Shundaymi? Okey? Rahmat, boringga shukr, otingga rahmat. U tomonlari ham ancha qiziqarlimi deyman-da, ha? Baland qilib qurilgan ekan o'zi ham. Mana. Devorlarning qalinligini qara. Bu yerdan yana koridor. Xullas, koridorlar hammasi bir xil ekan. Tepaga chiqamiz. Bu qasr ham o'ziga yarasha kichik bir shaharcha hisoblanib, bu yerda asosan qirol oila a'zolari va boylar, zadagonlar yashagan. Demak, bu shaharchani asosiy vazifasi xalqni, mana shu ichida yashayotgan odamlarni ko'chmanchi va bosmanchi jangarilardan himoya qilish. Bu bolalarga o'ynagani zo'r joylar. Bekinadigan joyi ham ko'p, yuguradigan joyi ham ko'p. Hamma yo'g'i zina labirint bo'lib yotibdi. Xullas, mana shu yerda biz oxirgi bekatimiz ekan. Qasrda sharqiy qanotidagi qismiga o'ta olmaymiz ekan. Mana unda to'sib qo'yadigan. Mana. Bu yerda ham ko'p narsalar turibdi. Mana bu soqchilar minorasi nurab tushyapti ekan, mana bo'linib baylab qo'yishibdi. Xuddi o'zimizdagi Ichanqal'aga o'xshab katta bo'lmasa ham, har qalay juda katta maydonda qurilgan Aleksandr Makedonskiy qasri. Bu devorlar necha ming yillarga guvoh, necha ming hammasi. Iskandar Makedonskiyga uyushtirilgan sayohatimiz tugadi. Sayohatchi Abu esa dunyo bo'ylab o'z sayohatlarini davom ettiradi. Kuzatib boringlar.